Zana bu pepsidik kollagen hisoblanadi. Narxi 255 ming, ya'ni bu kollagen emas, 10 kunga mo'ljallangan. Ichida 20 ta stek bo'ladi. Har bitta stek, ya'ni 9,5 grammdan hisoblanadi. Ya'ni bitta korobkamiz, mana bitta korobkamiz 10 kunga mo'ljallangan hisoblanadi. Kollagenni kurs qilib ichish kerak, ya'ni 3 oydan 6 oygacha ichish kerak bu. Nima vazifalar bajaradi? Ya'ni soch tirnoq faoliyatini yaxshilab beradi, ajinlarni yo'qotib beradi, qarish prosesini pasaytirib beradi. Bo'g'inda og'riqlar, grijalar uchun juda ham zo'r bu kollagen. Ayniqsa terilarimiz tortib beradi qarish jarayonida. O'sha yosh o'tgandan so'ng terilarimiz osilishni boshlaydi. Aynan o'sha terilarimiz tortib, ajinlarimiz yo'qotib, qarish prosesini pasaytirib beradigan bu kollagenimiz hisoblanadi. Bu esa ya'ni olchalik, bu muhiton ta'mi keladi. Ta'mlari ham juda ham приятный, maza qilib ichasiz. Bu esa olchalik kollagen hisoblanadi. Narxi bir xil. Bu olchalik, buning ichida ham 20 ta stek bo'ladi. 10 kunga mo'ljallangan, ta'mlari ham juda ham zo'r, parashok ko'rinishda bo'ladi. Suvga tayyorlab ichiladi bu. 2 mahal, 3 mahal ichsangiz bo'ladi. Buni iloji boricha 3 oydan 6 oygacha ichishni tavsiya qilaman.